Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz qanday qilib MVP ni rejalashtirish. MVP nima degani? Bu startup olamida juda ko'p ishlatiladigan termin. MVP degani ingliz tilida minimum viable product, ya'ni minimum hayotga moslashgan produkt. Bu nima degani? Bu degani siz masalan mashina qurmoqchi bo'lsangiz, motorini hal qilmay, 4 ta ballonni qo'ying, korpusini qiling, itaring, yuryaptimi, bu yurmayaptimi, shu yurishi mijozligi yoqyaptimi, yo'qmi? Masalan, mijozga shu mashina yoqdimi, yo'qmi deyishdan oldin motorini ishlab chiqishdan yoki butun tegidagi hadavoylarni ishlab chiqishdan oldin o'tkazingda, shu anaqangizga orqasidan o'zingiz itaringda, yurayotganini emulyatsiya qiling. Keyin qani bizani mashinamizdan dizayni yoqdimi, ichi yoqdimi deyman masalan. Mana konsept kartlar paydo bo'ladi. Bu degani konsept kartlarning paydo bo'lishi ko'pincha hali ko'p narsa ishlanmagan bo'ladi. Tablolarda ko'p funksiyalar ishlamaydi, lekin dizayni bo'ladi, ko'rinishi bo'ladi. Bu MVP. Masalan, aytaylik, minimum o'sha mijoz ko'rganda, ha bu menga yoqyapti, yo yoqmayapti, menga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi yoki muammoyimni hal qiladi, hal qilmaydi deb javob berishi, birinchi javob berish uchun tayyor bo'lgan produkt. Nimaga startaplar qilayotganda, startaplarni ishga tushirayotganda shu Lean startup metodologiyasi bor. Lean startup bu tejam, vaqtni tejab, odam resurslarini tejab, pulni tejab, tez ishlaydigan startup qilish va tez birinchi mijozlarni topish to'g'risidagi metodologiya. Va MVP bu bizaga shu qilayotgan produktimizni, startupimizni uzoq vaqt ishlab chiqmasdan qisqa vaqtda buni kelajagi bormi, yo'qmi? Buni hayoti, ya'ni shu qilayotgan biznesimiz muvaffaqiyatli bo'ladimi, yo'qmi? Kerakmi, yo'qmi? Tez aniqlashga yordam beradi. Buning natijasida siz juda ko'p vaqt tejaysiz, buning natijasida siz juda ko'p pul tejaysiz va tez mana qilayotgan ishlaringiz yoki funksiyalaringiz qanaqadir mijozligi kerakmi, yo'qmi tekshirish imkoni bo'ladi. Masalan, biza aytaman, mana biz MVP ni shu o'rganganimizdan keyin biz bir qancha bizneslar qilgan bo'lsak, masalan 2005-yildan beri shu 2016-yili masalan MVP va startupda Lean metodologiyasini tushunganimizdan keyin Express 24 paydo bo'lishida biz shu MVP ishlatganmiz. Ya'ni bizda gipoteza bor edi. Masalan, bizda u vaqtda MyTaxi bor edi. MyTaxi'ni ishga tushirish uchun biz 2 yil vaqt, juda ko'p sarmoya ketqizganmiz va keyingi loyihani qilayotganda aytganmiz, bunaqa uzoq vaqt ketqizmaydi. Chunki uzoq vaqt ketqizish natijasida biz qanaqadir bozorni yo'qotib qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasam ko'p resurs ishlatishimiz mumkin va kerak emas funksiyalarni qilishimiz mumkin. MyTaxi'da xuddi shunaqa bo'lgan. Va Express 24 qilishdan oldin bizda savollar bo'lgan. Hozir biz masalan ovqat yetkazib berish servisini qilsak, bunga mijozlar bo'ladimi, yo'qmi? Bu narsa kerakmi bozorga, yo'qmi? Bu narsani qilishda bizni ko'rmagan xatolar bormi, yo'qmi? Nima funksiyalar kerak? Ya'ni nima ovqatlarni mijozlar xohlaydi? Lekin ovqatlarni xohlaydimi yoki ular gul olib borib berishimizni xohlaydimi yoki bo'lmasam kitob sotganimizni xohlaydimi degan savollar bo'lgan. Shuning uchun MVP ni birinchi versiyasini biz bir oyda WordPress'da, ya'ni WordPress bu veb saytlar qiladigan platforma, shunda $500 ishlatib, yollanma dasturchi olib juda tez qilganmiz va dizaynini ham, masalan, dizaynini 2-3 kunda qilganmiz. Chunki aytganmiz, biz MVP qilamiz, juda sodda dizayn kerak deganmiz va biz MyTaxi platformasini ichida ishga tushamiz va MyTaxi mijozlariga 4 xil narsalarni yetkazib beramiz. Ovqat, sovg'alar, kitoblar, gullar va ko'ramiz qanchalik bu ishlaydi. Va shuni tez ishga tushirishimiz natijasida biz tushunganmiz, 3 oydan keyin, mana shu eksperimentimizdan keyin, MVP dan keyin, demak bizda eng ko'p 92% talab oziq-ovqatga bo'lgan, ya'ni ovqat buyurtma qilishgan. Keyingi talablar masalan gullarga, sovg'alarga yoki bo'lmasam gul, sovg'a, kitoblarga bo'lgan. Va biz fokusni ovqatga berganmiz. Demak biz ovqat 92% talab bo'lyapti, yutib chiqdi va endi biz ovqat yetkazib beruvchi yaxshi kompaniya bo'lishimiz kerak. Agar shuni yetkazib beradigan eng yaxshi kompaniya bo'lsa, keyin qolganlarini ham yetkazib berishga o'tamiz deganmiz. Ya'ni bizning MVP'imiz WordPressda qilingan platforma 1 oy ichida eng minimal byudjetlar bilan, hatto o'sha dasturchiga talab qo'yayotganda ham aytganmiz. Qara, biz 1 oy ichida ishga tushirishimiz kerak.
Sen bilan gaplashgunimizcha biz dizaynga boshqa narsaga уже 10 kun ishlatib bo'ldik. 20 kun vaqting bor. 20 kunda sen nima funksiyali veb-sayt bera olasan bizga deganmiz. Eng bir ana vaqtga chegara berganmiz. U aytgan 20 kunda mana narsani qilib berishim mumkin degan. Va shunga biz kelishganmiz. Ya'ni MVP da siz vaqt chegara qo'ymasangiz, uni doimiy to'xtamasdan qilishingiz mumkin. Va bu ideal sistema qilish shart emas. Birinchi versiyada, ya'ni MVP qilayotganingizda. Demak, MVPni qurayotganda ba'zi muammolarni tushunish juda ham foydali. Shuning uchun kod yozishdan oldin mijozlar bilan gaplashish kerak. Ya'ni bu o'sha mijoz bilan intervyu darsimizda shu narsani qamrab olganmiz. Mijoz bilan intervyu qilingandan keyin MVP qilinadi. Mijoz bilan intervyu qilinganda uni xohishlarini bilasiz, nima eng og'riq nuqtalarini bilasiz va MVP da shu eng ularni mana shu narsa bo'lsa ishlatardim degan joyini qilasiz. Agar so'raysiz, mana shu narsa bo'lmasa-chi, ishlatardim desa, ha ishlatardim desa, u narsani qilmaysiz. Iloji boricha o'zingizni chegaralashga harakat qilasiz. Ideal tizim bermaysiz. Startapni ishga tushirishdan oldingi maqsadi bu tezroq ishga tushirishga harakat qilish. Mana shu MVP deganimiz tezroq ishga tushirish. Birinchi mijozlarni topish. Bu MVPni ishga tushirganingizdan keyin sizga birinchi mijozlar kelishni boshlaydi. Masalan, aytaylik, biz kafe ochyapmiz. Joy arendaga oldik. Kafemiz bizda kofe sotadi, shirinliklar sotadi va muzqaymoq sotadi. MVP shunda nima degani? Masalan, joy arendaga oldik va joyimizni masalan arenda puli ketyapti olganimizdan keyin. Biz u yerda remont qilishimiz kerak. Remontimiz 2 oy oladi. Shunda biz agar ko'chada bitta morojniy sotuvchi ya'ni muzlatgich qo'yib, apparatlarini qo'yib, morojniy sotishni birinchi kundan boshlasak, masalan, hali remontimiz bo'lyapti, kafemiz ochilmagan. Bu MVP deyiladi. Shirinliklarni ham, masalan, kofe mashinani ham ko'chaga olib chiqib sotishni boshlasak, hali kafemiz o'tirish joylari tayyor emas. Ular bo'lyapti. Bu MVP degani. Nimaga? Chunki siz qanchalik tezroq mijozga bermoqchi bo'lgan produktingizni bersangiz, ular tatib ko'rishsa yoki ishlatib ko'rishsa va o'z fikrini aytsa, yoqsa yoki yoqmasa, siz tezroq tushunasiz. Balki siz hali o'tda remont qilish jarayonida olib chiqdingiz morojniyni, o'tda odam o'tmayapti. Hech kim morojniy olmayapti. Balki siz ochgan joyda siz sotmoqchi bo'lgan morojniy, masalan, Italiyan morojniysi bo'lishi mumkin, qimmat morojniy. O'tda yashovchilar bunga to'lov qobiliyati to'g'ri kelmayapti. Demak, siz hali remont qilmasdan 10-15 kun ichida xulosa qilishingiz mumkin. Bu yerda demak bo'lmasligi mumkin deb. Yoki bo'lmasam o'tda kafeni joyini arendaga olmasdan kelishingiz mumkin. Keling, masalan, mana shu kafeni arendaga olmayman-da, ko'changizda bir 15 kunga yo bir oy morojniy sotib ko'ring, mana kamroq 4dan 1 qismini beraman shu pulni deb test qilib ko'rishingiz mumkin. Va shunda ko'rasiz, mijozlar kim, kelayotgan odamlar bilan gaplashasiz. Mana shu kafe ochyapmiz, nima deb o'ylaysiz deysiz. Tushunasiz? Ya'ni bu MVP deyiladi. Yoki bo'lmasam biza qanaqa MVPlar qilganmiz? Mana hozir juda ko'p MVPlar qilamiz. Aytaylik, biza Express 24 ichida do'kon degan loyiha qilganmiz. Bu o'zimizning do'konimiz bo'lgan va o'zimizning skladdan oziq-ovqat mahsulotlarini mijozga yetkazib berish proyekti edi. Shu proyektni ishga tushirishdan oldin do'konni, skladini arendaga olish, unga mahsulotlarni sotib olish, ishchilar olish, bu degani oyiga biz uchun taxminan bir 250-300 million, yani hozirgi pulda bir 25 ming, 30 ming dollar investitsiya har oy ishlatishimiz kerak edi. Agar masalan boshiga sklad to'ldirish uchun bir 40 ming dollar pul ishlatishimiz kerak edi. Shundan oldin MVP qildik. Qanchalik bunga talab bordi. Buning uchun nima qildik? Biz korzinkani oldida ishlarimizni qo'ydik. Aytdik, korzinkadagi tovarlarni hammasini, shu korzinka supermarket tovarlarini bir 500 tasini bizning katalogga qo'shgan dedik. Qo'shdik va korzinkada nech pul bo'lsa, xuddi shu narxda sotinglar dedik. Ya'ni talab bo'lsa, kimdir buyurtma bersa, kirib korzinkadan shu tovarlarni olib, tekinga har yetkazib berganimizda kuryerga cho'nchigimizdan 12 mingdan to'ladik. Bu MVP edi. Ya'ni biz tekshirdik, qanchalik odamlarda bunga talab bor, qanchalik odamlar masalan korzinka narxida bir xil sotsa, yetkazib berish tekin bo'lsa, bunga mijoz bo'ladi dedi. Ya'ni bu tekshirishimiz masalan kuniga o'shanda bir 30 ta 40 ta yetkazib berishga bordik. 30 ta 40 ta yetkazib berishda biz masalan 360 ming, 500 ming so'm yutqizardik. Lekin 360 ming, 500 ming so'm yutqizishimiz bu 400 million investitsiya qilib hali tekshirmasdan do'kon ochishimizdan ko'ra arzonroq edi. Ya'ni bu MVP deb nomlanadi.
Keyin buni yana maqsadlaridan bittasi bu mijozlar bilan gaplashish va fikr olish. Ya'ni biz mijozlarga yetkazib berdik va so'radik. Sizga yoqdimi bu xizmat? Shunga pul to'lashga tayyormidingiz masalan, dastavka pulli bo'lsa? Pulli bo'lsa necha pul bo'lishga tayyor, necha pul bo'lsa olardingiz, necha pul bo'lsa olmasdingiz. Ya'ni intervyular qildik. Ya'ni mijozlarimiz paydo bo'ldi va u mijozlar bilan intervyu qildik. Kuryerlar bilan intervyu qildik. Qanaqa bo'ldi? Shu yetkazib berish 12 ming ko'taryaptimi, olib chiqib berish qanaqa, nima buyurtma qilyapti bilan hammasini o'rgandik. Keyingi maqsadimiz bu yerda takrorlash bo'ldi. Ya'ni takrorlash deganda iteratsiya degan so'z bor. Ya'ni biza iteratsiya nima degani? Masalan, bitta mahsulotni qilayotganda bilamiz xatolar bor, to'g'rilaymiz, yana ertasi kuni to'g'rilangan variantni mijozga taqdim qilamiz. Yana ko'ramiz, ularning fikri qanaqa. Yana o'zgartiramiz, yana ko'ramiz. Masalan, bir kun yetkazib berishni 0 so'm qilamiz. Qani nechta olishyapti? Keyin 3000 so'm qilib ko'ramiz. Qani tushib ketdimi, yo'qmi? 5000 so'm qilib ko'ramiz. Tushib ketdimi? Ya'ni shu orqali bilamiz. Agar mijozlar masalan tekin bo'lganda ham, 3000 bo'lganda ham xuddi bir xil olsa, demak 3000 qilgan yaxshi, tekin qilgandan ko'ra. Chunki 3000 hadni bizani qanchadir bir xarajatimizni yopadi. Ya'ni bu MVP ning maqsadlari xuddi shulardan iborat.